insonni baxtli ekanligining alomatlari bor, baxtsiz, badbaxt ekanligining alomatlari bor. Birinchisi, bandani ilmi ziyodalashgani, ya'ni bu saodat belgilari. Mana shu sifat bizda bo'lsa, demak biz baxtli odam ekanmiz rostdan. Qarab turaylik. Baxtli odamning alomatlari. Ilmi ziyodalashgan sari kamtarligi, rahmati ziyoda bo'lib boradi. Baxtli inson ilmi ko'paygan sari kamtar bo'ladi, siniq bo'ladi. Baxtli inson amali ko'paygan sari ehtiyotkorligi, qo'rquvi ziyoda bo'ladi. Savobli amallari ko'paygan sari g'ururga ketmaydi. Aksincha qo'rqadigan bo'lib qoladi. Alloh qabul qilmay qo'ysa-ya, qiylanib hajga borib keldim, shuncha pulimni sarflab, shuncha vaqtimni sarflab, qabul qilmay qo'ysa-ya, 30 kun roza tutdim, jonimni qiynab, Alloh qabul qilmay qo'ysa-ya, baxtli odam savobli amalni qilib turib, savobli amali boshqalardan ko'p bo'lib turib, ehtiyot bo'ladi, qo'rqib turadi. Baxtli odam, saodatli odam umri ziyodalashgan sari, yoshi ulg'aygan sari dunyoga bo'lgan hirsi ozayadi.